Attimi u представляет kelinglar. Onasidan o'zing o'rgilay. Nima qilyapsiz? Turdingizmi? Ha, turdik, onalar. O'g'ilcha qila. Bilmayman, qayerqadir ketgan betayin yuribdi-da u ham. Mana qarang. Hozir men traktorni startini bir remont qilaman. Ichkariga o'tiring gapi, haymi? Hay, o'rgilay sizdan. Shuni yaxshi ko'raman o'zim. Hay, o'zim. Davay, o'g'illar, laykni bosamiz. Agar 10 ming tala yig'sak, men somonxona yoqiraman. Agar 20 ming tala yig'sak, otam traktorni yoqaman. Tilimga javob. Davay, bosamiz o'g'illar. Bosinglar. Davay. Yo'lday. Ha, auye. Jezvaram. Hey. Men senga hozir avyeshiz varamini ko'rsataman. Beraver. Sani voy vayenni bo'lgan. Sani otang vayenni bo'lgan. Avyeshiz varam qilasan, makromat tizangni tek. O'tga qol berdan. Yem. Traktor yoqaman deysan. Qayerdan paydo bo'lgan o'g'lan? TikToker o'g'il. Qayerda xato qildim? Yomma yo. Ya. Qodir yangi moshina olibdimi? Nargiz chehra, og'ramijon. Ko'zlari yashil. Qodir boy, assalomu alaykum. Hamsiya, qandoqsiz? Axborot texnologiyalarini hozir. Qayerdan? Endi shu desangiz, o'g'ilcha o'qishga kiruvdi. Ha, malades. Ha, shu institutdan podarka qilibdi. To'g'ri, endi Qodirjon, eng yaxshi sarmoya farzandga tikilgan sarmoya. Yashang. Ey, mana qarang. Sizni o'g'ilcha nima qilib yuribdi o'zi? Hali men dadamga traktor emas, taxo yo'q beraman o'zim. Bizda o'g'ilcha mana bu bir TikTokdanmi, firma bu ham indalanki bu. Ha. Yo'q, ona. Nima bo'ldi? Qodirjon. 20 ta like yig'di cho'q. Yo'q.